Surxondaryo viloyati bo'ylab o'tkazilayotgan diqqat piyoda profilaktik tadbiri joylarda davom etadi. Endigi manzil viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi. Ushbu jabhada tashkil etilgan tadbirda viloyat harbiy prokuraturasi, boshqarma rahbariyati va yo'l harakati xavfsizligi xizmati mas'ul xodimlari ishtirok etib, so'nggi paytlarda avtomobil yo'llarida sodir bo'layotgan voyaga yetmagan bolalar hamda piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining muhokamasi o'tkazildi. Mahallada uyida o'zini farzandini, nevarasini yoki bir mana kecha Jabr shunaqa holatda o'tgan kun lavoda yuk boryapti, xonadonga tushiryapti yukni. Orqaga qaytib shu xonadonni 2 yoshar bolasini bosib ketib o'ldirib qo'yapti. Har kun o'sha voyaga yetmagan bolalar zildi tagiga kirib o'tiryapti, o'ynayapti, soyapti, boshqa salqinni o'ylab, mashinani haydovchi kelyapti, haydayapti, qochib chiqaman deb ulgurmayapti, balon tagiga qolib ketyapti. Mana shu narsalarni bolalarimizga siz tushuntirishingiz kerak. Hamma o'zini farzandiga mana shu yerda xavf borligini tushuntirish kerak. Mana hozir videoda ko'rdik, qayerlarda xavf kutyapti, ko'rinmas xavflar qayerda? To'siqlar, beton to'siqlar, izgiritlar, turgan mashinalar, sisternalar orqasidan yurib chiqmaslik. Ana mashinalar o'rtaga qarab qo'yadi, to'xtatib, o'shalarning orasidan yugurib chiqmaslik yoki katta yo'lga chiqqan vaqtda o'sha piyodalar o'tib joylardan yoki u bo'lmagan joylardan o'tayotgan vaqtda yugurib o'tmaslik. Bu elementar narsalar. Buni sizlar biz ko'chada yurib, o'shani olib yurib o'rgatmasak, biz bolalarimizdan ayrilib qolamiz. Yig'ilganlarga mavzuga doir video lavha namoyish etilib, bu kabi hodisalarning oldini olishda barchaning mas'uliyatini oshirish, yo'llarda xavfsiz harakatlanish borasida tarbiyani oiladan boshlashlik tushuntirildi. Shundan so'ng harbiy xizmatchilarning yo'l harakati qoidalariga oid bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida qonunchilikdagi o'zgarishlar xususida ma'lumotlar berildi. Yig'ilish ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirgan savol va takliflari bilan faol bo'lishdi.